Albatta, yuqoridagi fikrlardan ko'rinyaptiki, bizni tarixga ham Osiyoda qiziqish bor, ham Yevropada, ham Amerikada. Bo'lib hamki, u mamlakatlarda ham bizni yurtimizga tegishli asror atiqalar haddan ortiq yetarli. Va O'zbekiston davlat sifatida umuman olimlari harakat qilyapti o'sha hamma asror atiqani eng kamida faksimile nusxalarini olib kelib xalq bilan tanishtirishga va tadqiq qilishga va bu juda zo'r ketyapti. Men takror aytishdan charchamayman, o'sha 60 tomli turkum o'sha to'plamlar bizga reyestrlar mana shu olimlarning ijodlari bizni butun dunyoda nimalarimiz borligicha, hattoki bir qo'shimcha bo'lsin, Germaniya to'plamida hatto Shahrisabzlikda kiygan do'ppilargacha turibdi-da Germaniyada. 18-10 o'sha do'ppilar, gilamlar, qo'lyozmalar hamma tariximizni suratlari bilan, tafsir izohlari bilan kitoblar chiqyapti. Demak, biz tariximizni butun dunyo bo'yicha o'rganyapmiz. Parallelida dunyo tarixini ham e'tibordan chetga chiqarmayapmiz. Ammo hali yana ham jonlantiradigan, yana ham buni yuksaklikka ko'tarish uchun Yoqubjonning fikriga 100% qo'shilaman. Bizda o'sha yaxshi sharqshunos olimlar, arab tili, fors tilini yaxshi biladigan mutaxassislar, mana Koreya, Yaponiyani tilini yaxshi bilib, tarixini va bizni tarixni ularga yetkazadigan, O'zbekiston yumshoq kuchini dunyoga targ'ib qiladigan yosh olimlarga albatta bugun ham har doimgidek ehtiyoj bor.